Bugungi jarrohlik amaliyotimiz mikroteziya amaliyoti. Azospermiya, urug' nol chiqqan bemorimizda evkulyatda 3 yillik farzandsizlik, Surxondaryo viloyatidan kelgan bemor. Hozirda jarrohlik amaliyotini boshladik. Bemorda hech qanday og'riqlar yo'q. Bemor o'zini hushida. Hozir moyakda shu to'qimalarni alohida ajratib kiryapmiz va tunika vaginans deymiz. Qobig'i bo'ladi moyakda. Ushbu qobiqni hozir ochdik va tuxumdan ajratib oldik. Bu yerda katta kesmalar bo'lmaydi, katta qonashlar bo'lmaydi. Jarrohlik amaliyotida bemor glavniysi o'z hushida bo'ladi va monitor orqali moyakdan to'qim olganimizdan keyin urug'lar chiqqan-chiqmaganligini aytamiz. Bemorimiz ham ijtimoiy tarmoqdan ko'rib kelgan bizni, o'zi hozir ko'rib yotibdi. Hozirda parcha olish jarayoniga keldik. Birinchi mikroteziya qilmayapmiz hozirda, teziya amaliyoti. Birinchi parchani ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Parcha olindi, ko'rib turganingizdek, moyakdan kichkina to'qima olinadi. Bu to'qimani hozir 500 marta kattalashtiradigan mikroskopga beriladi va ushbu mikroskop orqali urug'lar topishni nima o'rganiladi. Hozir parcha berdik. Birinchisini berdik, ko'raylikchi. Hozirda uje mikroteziya amaliyotini farqi nimada? Mikroteziya bilan teziyani moyaklarni o'zidan shu bitta, ikkita, uchta joyigacha to'qimani olamiz. Mikroteziyada tuxumni katta qilib ochib olib turib, ochganimizdan keyin shu yerda kanallarda shu yo'g'onroq kanallar, kichkinaga nisbatan yo'g'onlar izlanadi. Izlangandan keyin kanalda bitta-bitta izlab, shu yo'g'on kanallarni olib parcha beriladi va ushbu to'qimani embrioklab parchalab ko'radi. Hozirda birinchi parcha berildi. Mikroskopda ko'rinishini hozir ko'rsatamiz sizlarga. Mikroskopda mana shunday kanallar ko'rinadi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu kanallarda bemorga operatsiyadan oldin sun'iy mulyajlarda ko'rsatiladi. Ko'ryapsizmi? Kanal. Shu kanallar bo'ladi. Hozir shu parchani berdik. Hozirgi kesma razmeri 0.5 mm. Ya'ni katta kesish yo'q hozirda ham tuxumda. 0.5 degani juda ham kichkina, bitta katakchalik. Daftarda kattaga bo'ladi-ku. Hozir ushbu parchadan keyin mikroteziyaga o'tmasligimiz ayon bo'ladi. Bu mikroskopimiz 20-30 barobargacha kattalashtirib ko'rsatadi. Ichkaridagi mikroskoplar 500 dan 700 gacha kattalashtirib ko'rsatadi. Hozir o'sha parchalash jarayonida. Bemorga qachon azospermiya tavsiya qo'yiladi? Bemor eng kamida 3 marotaba evkulyat topshirsa, ya'ni spermogramma tahlil topshirsa, evkulyatda urug'lar 0 chiqsa, azospermiya tavsiya qo'yiladi. Azospermiya ham ikki xil turi bo'ladi: obstruktivniy, noobstruktivniy. Hozir bemorda obstruktivniy turimi yoki noobstruktivniy turimi degan savol kelib tushadi. Hozirgi ushbu bemorimizda noobstruktivniy turi, chunki obstruksiya deganda bu yerda shu moyak ortig'ida spermatozoidlar yig'iladi. Lekin bu bemorda yig'ilmagan, ko'z bilan ham vizualni ko'ryapmiz va mikroskopda ko'rganimizda ham ko'rinmayapti. Shuning uchun noobstruktivniy azospermiya deb aytamiz. Hozirda kanallar parchalagandan keyin ekranda, monitorda ko'rinadi. Ko'ringanda spermatozoidlar yoki spermatozoidga aylanuvchi hujayralar chiqsa, biz sizlarga birma-bir aytib deb tushuntiramiz. Endi bemorda bungacha bo'lsa dori darmon qilsa, operatsiyasiz iloji bormi azospermiyada deb so'rashadi. Yo'q. $1 million dori darmon sarflaganingiz bilan azospermiya holatida urug'lar chiqib qolmaydi tashqi tomonga. Qachonki sizda kriptozospermiya bo'layotgan bo'lsa, lecheniya qilsangiz urug' chiqishi mumkin. Lekin azospermiya chiqmaydi. Endi azospermiyada urug'larda biz aytamiz doim chiqish-chiqmash qanaqa, ehtimol qanaqa degan savollarga asosiy 5 ta gormonlardan bilsak bo'ladi. Ingibin, testosteron, prolaktin, FSH, LG. Ushbu gormonlar muvozanatini, balansiga qarab turib, biz chiqish shansi necha foizgacha bo'lishini o'z tajribamizga asoslanib ayta olamiz. Chunki praktikamizda kunda bugun 3 ta jarrohlik amaliyotini reja qilgan bo'lsak, mikroteziyada birinchisida urug'lar chiqdi. Bemorga 10% dan 20% gacha shans deb aytgan ekanmiz. Bemor juda ham xursand. Hozir ushbu bemor suhbatini ham qo'yib ketamiz. Bir oy avval aytishdi, azospermiya tashxisi qo'yishdi. Muammo bilan 7 yildan beri qiynalib kelyapman. O'zim internetda ko'rib, ishonch hosil qilib keldim. Shundan keyin o'sha tahlillarni natijalarini ko'rdim, analiz topshirdim. Shundan keyin bildim. O'zimiz vodiyda davolanganman. 2 yil davomida, keyin davolanishni to'xtatganman keyin 2 yildan keyin. Dori darmon, ukollar bilan davolanganman. Foydasi bo'lmagan. 2 yildan keyin davolashni to'xtatganman. Keyin Moskvaga ishlagani ketganman. O'sha yerda 1 yil davomida Islom akani kuzatib kelganman internetda.
keyin kelib davolanishni rejalashtirganman. Operatsiyagacha ming xayollar o'tgan boshimdan. Urug' chiqmasachi deb o'ylaganman. Shunaqa savollar meni qiynagan. Doktorlarga borganimda ular urug' yo'ling to'silib qolgan degan, davolashda davom etishgan. Har xil doktorlarga davolanganimdan so'ng menda ishonch qolmagan. Umidimni uzganman-da 2 yildan keyin. Doktorlarga ishonchim qolmagan, davolanishni xohlamaganman. Yurganman, yaxshi doktor bo'lsa balki davolanishim mumkin deb o'ylaganman. Shundan so'ng keyin ishonchli doktor, o'zim ko'nglimdagidek doktorni topganimdan keyin kelib davolanishni o'sha analiz topshirib, shu jarayon yaxshi bo'lishiga ishonganman. Islom akani videolarini kuzatganman, yaxshi natijalar bo'lgandan keyin o'zimda ishonch hosil qilganman. Borishim kerak degan ishonch uyg'ongan o'zimda keyin. Natijalar ko'p oilalar farzandli bo'layotganini ko'rganimdan keyin menda qiziqish ortib borgan. Shundan so'ng kelishni maqsad qilganman-da. Chiqsa kerak degan umid sal bo'lgan o'zimda-yu. O'zimga ozgina ishonganman. Lekin 100% unaqa darajada o'ylamaganman. Menga tushuntirishgan doktorlar, shunaqa azoz spermiya tashxis qo'yildi. Shunga tayyorlaymiz, keyin o'sha urug' uzlash operatsiyasini boshlaymiz deyishgan. Ayolim bilan kuzatib yurganmiz, ayolim bilan maslahatlashganmiz. Men aytganman, oxirgi umidim Saysom akadan borib davolanishim. Saysom aka o'sha meni operatsiya qilish kerak ekan deb aytganman. Operatsiyadan keyin yaxshi natija bo'lsa, yaxshi oxirgi umidim shu deganman-da. Ular rozi bo'lishgan. Yo'q, menda qo'rquv bo'lmagan. Qandaydir bir ishonchim bo'lgan, u ozgina ishonch meni shu ruhlantirgan deb o'ylayman endi. Bir kun oldin kelganimda unaqa darajada menda qo'rquv bo'lmagan. Odatdagidek qo'rquvsiz, hayajonsiz keldim. O'yladim, chiqish ehtimoli bo'lsa kerak deb o'yladim baribir. Shu aytibman, ozgina ishonch bor edi. O'sha meni oilam ruhlantirdi. O'sha sababli ham bo'lsa kerak, menda unaqa qo'rquv bo'lmadi. Yo'q, operatsiyada unaqa og'riq sezmadim, hech narsani sezmadim desam ham bo'laveradi. Narkoz berayotganda og'riq bo'ldi. Shu boshqa unaqa og'riqlarni his qilganim yo'q. Xursand bo'ldim albatta. 7 yillik umrim ko'z oldimdan o'tdi. Shu farzand ko'rish ehtimoli borligidan judayam xursand bo'ldim. U quvonchni o'zim his qilyapman, o'zim bilaman yaxshi. Sharoitlar a'lo darajada yaxshi. Hamma sharoitlar bor. To'g'ri qaror qabul qildim deb o'ylayman. Menda boshqa variantim ham yo'q edi. Tavakkal qilib faqat oldinga ketishim kerak edi. Aytibman, oxirgi umidni ham sinovdan o'tkazishim kerak edi albatta. Bo'lmasam yana qancha yillarda yutqizib qo'yishim mumkin edi. Hozir har tomonlama sharoitim borligida qilishim to'g'ri deb o'ylayman. Hozir spermatozoidlarni olishdi, muzlatib qo'yishdi. Endi 3 oy, 4 oy yana davolaymiz, yana urug' ehtimoli chiqish, yaxshi urug'larni izlab ko'ramiz deyishdi. Agar urug'larni olib, keyin eko jarayonini boshlaymiz deb aytdi Islom aka. Mikroskopni ko'pchilik bu yerga qaramayapti degan hozir kommentariyada negativlar ham bo'lishi mumkin. Bizda monitor bor. Ya'ni shu yerda vizualni ko'rinadigan narsa ushbu monitorda bemalol ko'rinadi. Shuning uchun biz monitor bilan ishlashimiz bizga yanada qulayroq bo'ladi. Ya'ni joyini ko'rish ehtimoli yuqori bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, tuxumni o'sha atrofini aylantirdik va mana bu moyak. Moyakdan shu 0.5 sm bo'lgan yerdagi tugunlar, kanallar mana. Ko'rib turibsizlar, mana shunday holatda yarki bizga vizualni ko'rin beradi. Boshqa yerda nima olaylik? Sizda urug' chiqib qolgan deyishgan-ku. Aytuvdim-ku, bu qachonki otsak bilamiz deb. Hozir birinchi parchani ko'ryapti, u ko'ryapsizmi? Hozir sperma chiqdi deb aytamiz shundan.
Lozlarga qo'yamiz. Bu tomondan berdik. Ikkita olibdi. Spermatozoidga aylanish hujayra bor, lekin sperma chiqmayapti hozir sizda. Tuxumni ochtirganimda chiqqan deganmidingiz, Shohrux aka? Biz Tuxumni ochtirganimda chiqqan dedingizmi, urug' topshirganimda dedingizmi? urug' topshirgan. Sizda urug' topshirganda chiqish qiyin-da, chunki u sertoli-kreshniy sindromi ham bor-da. Spermaga aylanuvchi hujayra bor, spermatozoid yo'q hozir. U yumaloq ichida qora dog'i bor, turibdi kichikroq. Yaxshi tepki bo'lganingizni so'radingizmi, so'ramadingizmi? Men tepki bo'lmaganman. Testosteron aniq olmagansiz-a? Olmaganman dedingiz-ku. Yo'q. Hozir bu tuxumingizni ham ochamiz. Kuchli shamollash yoshlikda o'tkazgansizda. Bu tomoningizdagi predatka hozir o'ta qattiq turibdi-da. Bu tomoningiz ochdi-ku hozir. Parchalaymiz. Parchaga. Qarang. Tozmanoq chiqib turibdi-yu. Bitta ikkita spermaga aylanish hujayralar bor, lekin spermatozoid yo'q. Hozircha birinchi parchada. Qarang, hozir sizda spermatozoidga aylanish hujayralar bor, lekin spermatozoid chiqmadi. Nari tuxumingizga hozir tegmay turibman. Nimaga degan savol tug'iladi. Yoki unda ham bor yo'qligini bilib bering desangiz, bir yo'l ochib ko'raveraman. Sizda gistologiya natijasi olsak, xudo xolasa 5 dan yuqori chiqishi kerak. Necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? 11 oy. 11 oy. Ayolingiz, dadingiz bilan keldingizmi? Naryoqda ham bitta ko'raylik, bitta ikkita yerdan olib ko'raylik undan so'ng. Nay tuxumingizni ham bitta ikkita yerdan olib ko'ramiz hozir. Bitta bosh chiqdi. Eshitdingizmi? Bir dona bosh chiqdi hozir. Aha. Stimulyatsiya qilamiz. Hozircha bitta bosh chiqdi. Hozircha. Bu yaxshi xabar. Oxirgi parchadan ha? Stimulyatsiya qilamiz-da. Ikkita bosh bo'ldimi? Ikkita bosh bo'ldi hozircha, ikkita. Sizda aytdim-ku, spermatozoidga aylanuvchi hujayra bor, spermatozoid yo'q deyapman-ku. Shu hujayra boshi uje bor-da, bu yog'i yo'q hozircha. Ikkita bosh yaxshi, yomon emas hozircha. 3 ta bo'ldi bosh. 3 ta bo'ldi. Mana boshi spermatozoid, ko'ryapsizmi? Dum qisman bormi? Dum. Bo'yin bor xolosa. Hujayra spermatozoidga aylanmoqchi bo'lyapti, organizm qilib bera olmayapti. Endi shuni licheniyalar bilan olib chiqamiz. Xo'p, 5 oylik licheniya qilamizda, 6-oy yana ochamiz sizni. 4 ta bo'ldi bosh. Bitamni endi sperman deb yuboring, endi xursand bo'lib ketaylik. 4 ta bo'ldi bosh. Uni chatishtirib bo'lmaydi-da, 4 kun, 5 kundan keyin o'lib qoladi embrion. Yaxshi, yomon emas, umid bor. Sizda oldingi bemorda hujayrani ham yo'q edi, tushunyapsiz? Sizda boshlar bor. Bu boshni eko amaliyoti o'tkazsa bo'ladi, lekin 5 kundan keyin embrion rivojlanmaydi. Endi biz sizga qiladigan narsamiz nima? Stimulyatsiya qilamiz, PAP terapiya yoki stimulyatsiya deb Johnson shkalasidan keyin aytamiz, necha chiqishiga qarab. Unga qarab, agar 7-8 chiqadigan bo'lsa, faqat uyda gormon terapiya qilasiz, bir oyda bir kelib turasiz. Ko'raman gormonlar muvozanatini. Unga qarab ish tutaman. Xo'p, Xudo xohlasa 5 oyda ichida qayta повторный ochamiz. Xudo xohlasa shu boshlar dumi bilan hosil bo'lgan bo'lsa, oziqlantirsak, shulardan olib foydalanamiz. Mana bu tuxumingizni ukol qilib, tushundingiz-a? Buni hozir muzlatmaymiz. Muzlatganimiz foydasi yo'q, pulingiz ketadi. Shuning uchun tegmayapmiz, xo'p? O'zingiz ko'rdingiz ko'zingiz bilan. Hozir akangiz, dadangizga ham, ayolingizga ham tushuntirib qo'yaman, xo'p? Bugungi keyingi tezda amaliyotimiz tugadi. Bemorimizda urug'lar topildi, faqatgina sifati yaxshi emas. Ya'ni spermatozoidni faqat boshi va bo'yni bor, dumi esa yo'q.
Bu spermatozoid hozir chachishtirsak bizga rezultat pastroq bo'ladi, lekin birinchi bemorimizdagi urug'larni chachishtirsak inshaalloh ushbu oilada chaqaloqni ovozi yangraydi. Chunki chiqqan spermatozoid morfologiyasi yaxshi, ularda bulardagi esa qoniqarsiz. Endi bemorda biz 3 oydan 6 oygacha stimulyatsiya qilamiz va yana gormon terapiyalarini, muvozanatlarni to'g'irlab, lecheniyadan keyin повторно ochamiz. Ochganimizda yaxshi spermatozoidlar chiqsa, inshaalloh ushbu urug'lar orqali ekoeksiya amaliyotini o'tkazamiz va bu oilada ham chaqaloqning ovozi yangraydi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bemor o'z hushida eshitib yotdi va bemor ham xursand, chunki umid bor, yo'q emas. Ya'ni azospermiya ta'sib qo'yilsa do'stlar, siz har qanday million dollarlik dori-darmonlarni betartib ravishda olsangiz, bu narsa borni ham yo'qqa chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Jarrohlik amaliyotida ko'pchilik aytadi, operatsiyadan keyin necha kun reabilitatsiyaga vaqt ketadi, necha kun ishga chiqaman. 3 kundan keyin ishga chiqsangiz bo'ladi. Faqatgina 10 kun, 15 kun oralig'ida og'ir ko'tarmay turasiz. 10 kun davomida ya'ni boylamni yangilab turasiz, perevasiya qilib turasiz. Kezmalar 2-3 sm oralig'ida bo'ladi. Hech qanday qonashlar boshqa yo'q. Hozir sizda ushbu savollar yanada tug'ilayotgan bo'lsa, to'liq ma'lumot ola olmagan bo'lsangiz videodan bemalol nomer qoldiramiz, murojaat qiling.